Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Google akkauntda qanday o'chirib tashlash haqida ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib Google ga kirib olamiz. Bu tepadagi dumaloqcha ustiga bosamiz. Keyin Google hisobini boshqarish ustiga bosamiz. Do'stlar, sizlarni ogohlantirib qo'yay. Google akkauntni ochishdan oldin ma'lumot va xotira degan joyga kirib, saqlab qo'ygan parollaringiz bo'lsa, o'shalarni ko'rib olishingizni maslahat beraman. Agar o'chirib olsanglar o'chib ketadi. Mana do'stlar, tashqi ilova va xizmatlar degan joyga bosib ko'ra olsanglar ham bo'ladi do'stlar. Bu yerdan chiqamiz. Qaranglar do'stlar, ma'lumot va xotira degan joyga kiramiz, qaytib pastga yuraveramiz, oxirigacha boramiz do'stlar. Oxirigacha boraveramiz. Bu yerda Google xizmatini o'chirish emas, eng pastdagi Google hisobini o'chirib tashlash degan ustiga bosamiz. Mana do'stlar, bizda shu chiqib keladi. Birinchi bu yerda kod so'ra oladi. O'sha kod bilan kira olasizlar. O'zlaringiz qo'ygan kod bilan, telefonga qo'yilgan kod bilan kira olasizlar. Keyin bu yerda pastga tushamiz. Pastga oxirigacha tushamiz. Mana do'stlar, bularni hammasini bir o'qib takrorlab chiqinglar do'stlar. Qarab, yaxshilab qaraveringlar, bir narsalar o'chib ketib qolmasin. Mana bu ikkita katakchaga ham ptechka qilib olishimiz kerak. Hammasini o'qib, bularni ptechka qilib olishimiz kerak. Hisobni o'chirib tashlashni bosamiz. Mana hisobingiz tiklash. Mana do'stlar, hisob o'chirib tashlandi. Do'stlar, obuna bo'lish esdan chiqmasin.